Ya kampir bormayman. Mana bitta prokuror soldi shuni. Buna nima? Ha, prokuror. Baba, Hay. Yor-yorga bordim deysizmi? Ha, yor-yorga bordim. Yor-yorda kampiringiz bo'lsa yor-yorda nima borsiz? Ya kampir, nima kampir bo'lsa nima yor-yorga borma degan joyi bor. Bordim. Aha. Bormadim, yerlikda bo'lgan bir xotin yerga teyaman deb edi. Aha. Yerlikda bo'laman degan bir xotin yerga teyaman deb edi. Etga bo'lsa teyaman dedi. Shunda mana televizorda ko'rib turib edim, yor-yor. Şu çopançı işte dedim, haydap koyuverdim koya. Kampir nimami? Toshkent bordim, kampir nima deydi menga? Toshkentga bordim, tovuq oldim, gazga bordim, mana Normurodga. Men aytdim, "Qani menga shuni tovuq ber" deb edim. O'ni dedi shu. Shu yerga kirgandan beri olib ketib qoldi. 50 bo'lgan xotin ekan. Men aytdim, 50 ga to'g'ri qiz ekan. 50 ga to'g'ri yerga tegmagan ekan. Yo'q. Men aytdim, "Onaqa Sizga birinta yarib topdimi ekan ular? Hay, ya bilmasam edi shu ona qo'lda ketdi deb shuni bilan bayram xotindan quruqib nima bo'ldi shu yor-yordan quruq oldimda o'zan afsus qilib iziga eshikka chiqmadim. Bo'sag'ada bir xotin turgan ekan. Shunday qo'ltig'idan belidan qo'limni soldim da bir tasdim oldimga yugurib keldi. Nechata bo'lding dedim, 45 ta bo'ldim dedi. Men 45 ta bo'lmasam qaytasan, menga tiyasama dedi. Sen dedi, endi senga bo'lmaydi dedi. Endi sen qarirding dedi. Sen dedi menga otqanimga yurolmaysan dedi. Shu yerda bo'lsa shu bayroqdan ham quruq qoldik, undan ham quruq qoldik. Ana ikkovidan ham quruq qolib, bo'lsan Normurodga kirdim, men ichkari kirdik, ikkovimiz men televizor keldim dedim. Men Surxondaryodan kelganman dedim. Sen televizorga tushishing kerak meni dedi. Nima sen bunaqa qo'ysan deb hozir ekom shu yerda televizorda ekom surishib qoldik. Turtishib. Shu mana bor, buni bo'lsam shu televizorda ko'rinadi har doim. Bormi? Ha, ko'radi. Ko'rinadi. Chiqsin ko'ramiz endi. Shunday. Shu yerda bo'lsa shunday bo'ldi deb ekom nasini aytasiz. Kampir indamay qo'yib jardimi sizda? Nima qiladi qo'ymay? Ya, menga keraksan demaymi hali? Yo'q. Kerak emas. Yo'q bo'lmayapti, hali qo'zilib ketgan ukam. Nimaga? Men aytyapman-ku, momongiz hamma ostini ham ustini bekitib olgan deb. Yo'qmi endi? Yo'q, shu. Menga ro'sh yo'q.